Bugungi videoda hammamiz kundalik hayotda ishlatadigan, lekin ko'pchilik to'liq bilmaydigan mahsulot SPF va uning kimyoviy hamda fizik filtrlari haqida gaplashamiz. Aynan shu videoda siz zararsiz, lekin nozik bo'lgan fizik filtrlar va kimyoviy SPF filtrlari nima, ular qanday ishlaydi, qanday zararli ta'sirlari bor va nega ular atrof muhitga ham zarar tug'diradi deb aytishadi. Bularning barchasi haqida sodda va aniq tushunib olasiz. Agar siz ham sog'lom teri va xavfsiz kosmetika tarafdori bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Avvalo, SPF nima degani? Shundan boshlasak, SPF bu Sun Protection Factor, ya'ni quyoshdan himoyalanish darajasi. Ko'pchilik uni raqamlar bilan taniydi. SPF 30, SPF 50 va hokazo. Raqam qancha katta bo'lsa, himoya kuchi ham shuncha katta bo'ladi. Quyoshdan himoya qiluvchi SPFlar tarkibida ikkita asosiy filtr turi mavjud: fizik va kimyoviy filtrlar. Bu filtrlar haqida to'liqroq ma'lumot beraman, qizlar. Video shuning uchun ham biroz uzunroq bo'ladi, lekin hammangiz uchun birdek manfaatli va foydali bo'ladi degan umiddaman. Fizik va kimyoviy filtrlar haqida batafsil. Fizik filtrlari, ya'ni mineral filtrlar nima? Fizik filtrlari bu quyosh nurini teriga tushmasdan aks ettiruvchi moddalardan iborat bo'lgan quyoshdan himoya qiluvchi vosita. Fizik SPF qanday ishlaydi? Fizik SPF teri ustidagi himoya qatlamini hosil qiladi. Quyoshdan kelayotgan UV va UVB nurlarini aks ettiradi yoki tarqatib yuboradi va teri hujayralariga zarar yetishini oldini oladi. Ya'ni qizlar, fizik filtrlar yuzga singmaydi, yuz ustida turib quyosh nurlarini qaytaradi. Fizik filtrlarning afzalligi sezgir va aknega moyil yuz uchun juda ham mos. Surganingizdan darhol ishlay boshlaydi va homilador ayollarimiz uchun ham xavfsiz hisoblanadi. Kamchiligi esa ko'pincha oq iz qoldiradi, yuzda biroz qalinroq va og'irroq bo'ladi. Va fizik SPFlar teri yuzasida turib mexanik to'siq hosil qilgani sababli u yuz ichkarisiga so'rilmaydi. Shuning uchun agar siz teringizga qo'l teksangiz, yuzingizni ishqalasangiz yoki sochiq bilan artib qo'ysangiz, SPF qatlami mexanik tarzda artilib ketishi mumkin. Bu holat himoyani sezilarli darajada pasaytiradi. Ikkinchi filtrimiz bu kimyoviy filtr. Kimyoviy filtrlar yengil, tez so'riladi va oq iz qoldirmaydi hamda quruq teri uchun namlikni ushlab turishga yordam beradi. Kimyoviy filtrlar fizik filtrlardan farqli o'laroq ultrabinafsha nurlarni teriga yetib borishdan oldin ularni o'ziga so'rib olib, zararsiz issiqlikka aylantiradi. Va kimyoviy filtrlar suvga yoki terlashga chidamli hisoblanadi. Lekin kimyoviy filtrlarning salbiy taraflari ham mavjud. Ya'ni teri sezuvchanligini oshirishi, allergiya va reaksiyaga olib kelishi mumkin. Ko'zga tekkanda achishtirishi va qichishirishi mumkin. Va ba'zi bir kimyoviy filtrlar tarkibidagi moddalar homilador va emizikli ayollarga mumkin emas hisoblanadi. Hozirgi ma'lumotlardan keyin ko'pchilikda biroz SPFlardan xavotir hissi paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin e'tibor qilgan bo'lsangiz, hozirgi SPF vositalarida alohida bir ibora ko'p ishlatilmoqda. Ya'ni yangi avlod filtrlari. Bu shunchaki reklama emas, bu ilmiy jihatdan yangilangan, xavfsizroq va sezgir teriga ham moslashtirilgan filtrlar texnologiyasi degani. Xo'sh, yangi avlod filtrlari nima qiladi? Ular oq iz qoldirmaydi, teriga yengil tushadi. UVA va UVB nurlariga qarshi kuchli himoya beradi. UV nurlari ta'sirida tez buzilmaydi va eng muhimi, teriga va organizmga sistemik ta'siri yo'q. Ba'zilari esa dengiz va ekologiya uchun ham xavfsiz hisoblanadi. Shu sabab SPF tanlayotganda faqat SPF 50 degan yozuvga emas,
uni tarkibidagi filtrlar qaysi avlodga tegishli ekanligiga ham alohida e'tibor berishingiz kerak. Endi SPF dan qo'rqish emas, to'g'ri SPF tanlash davri qizlar. Haliyam SPF tanlashga qilinayotgan bo'lsangiz, eng optimal yechim bu gibrid SPF, ya'ni fizik va kimyoviy SPFlar aralashmasi eng universal yechimdir. Quyoshdan himoya har kuni kerak, hatto bulutli ob-havoda ham. Ko'pchilik qizlar qishda yoki bulutli ob-havoda, quyoshsiz kunlarda SPF shart emas deb o'ylaydi, lekin noto'g'ri. Har kuni SPF ishlatish shart qizlar. To'g'ri SPF, to'g'ri filtr bilan yuzingiz har doim yosh ko'rinadi. Video yoqdi degan umiddaman. Like bosishni, obuna bo'lishni va savollaringizni kommentga yozishni unutmang.